Va ayol ediki, eridan so'radi, falonini otasi, meni nima uchun yaxshi ko'rasiz? Nima uchun menga noz berasiz? Nima uchun buncha mehribonsiz? Hech goh va hech goh og'zingizda meni tushirmaysiz deganda aytdiki, bor ayol, Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ro'ziki aqd nikohi kabi o'qilibdi bir joyga, aytibmanki, ey Robbim, o'zingda halol qaror bergan ayoling shu bo'lsa, men roziman, nikoh islomini sen olibman, Xudo uchun yaxshi ko'raman. Ayol jazzobroq edi, chiroyli, xo'shroq edi va har boshqa taraflardan ham bunga xosgori bor edi. Bir nav irayi sindi. Biran-birini xohar hamshiralarimiz ba'zi narsani cho'tlamaydi. Aytdiki, bor o'g'lim, men cho'tlaydimki, xo'shro'yligim uchun shoyat nima yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, aytdi ayol. Bu xo'shro'yligingki ba'da 35-40dan sonra qolmaydi. Undan sonra majbur men nazar va seni aytganingga agar xo'shro'yliging uchun olsam, 40dan sonra majbur taloq berib seni avlimdan chiqarib qo'yib bersam, agar Alloh uchun bo'lgidek bo'lsa, to zamoniki qabrga yeltib qo'yishlik meni bilan seni judo qilmasa, hech goh va hech kim va hech dunyo meni nima qila olmaydi sendan? Judo qila olmaydi. Hamma narsalar, nikohlarimiz, ukuvvat inoqalarimiz, robitalarimiz, qilayotgan ishlarimiz hammasi Alloh uchun bo'lsin.